Akalar, mana bu sidinaga bitta baho berasizlar. Oppoqni ham oppoq deydimi? Bella Smashing deydimi? O'rtalari mana bunaqa perforatsiya qilingan, chetlari ko'sha, yo'llar qorqilashmasi mana bunaqa elektronli oldin orqa komplekt. Salonda shunaqa neobычный turadi. Akalar, yaqinda Cobalt'ga birinchilardan bo'lib Cobalt'ga qo'ydik. Bu Gentralarga, oq Gentralarga, Cobalt'larga, Nexus 3larga akalar ishoninglar o'lib qoladi sizlar. Faqat buni tozalab, chiroyli qarab yursanglar, shunaqa chiroyli chiqadi. Narxi ham arzon akalar, narxi ham zo'r chiqqan. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bunimizdan bir 50-60 ta komplekt kelgan. Qaranglar, turishni qaranglar. Salonlarni yarq qilib qo'yadi sizlardan bittasi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, faoliyatimiz boshlanganmiz. Sizlarimiz serob. Mana redlineimizdan bir dona komplekt qo'ygan. Abdufli, paragrafli, polni plavshi sistema. Ko'rayotgansizlar, knopkalari o'zida. Narxini kelishda bera olamiz. Bu yoqda lamayshi sidinamiz ham kelgan. BMW ichiga hali chiska bo'lmadi, chiska qilib, xolos savdoga tashlab qo'ydik. Bu yoqda chazori maslamasida pochka korobkadan o'zimiz yechib, salafandan yechib qo'yib beramiz. Yangi sistema. Ikki tomon elektronli. Hammasi old-orqa komplekt. Bu yerda oldini ko'rsataman, hammasi old-orqa komplekt. Aloqaga chiqaverasizlar.